Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Internetdagi voqealarni ko'rdinglar. O'zbekistondagi sayohatchi borgan, O'zbekistonda nima bo'lganini ko'rdinglar. Shunaqa, biz chet elda yurganlar og'zimiz ko'pirib, O'zbekiston u yerda, O'zbekiston bu yerda og'zimiz ko'piraylik, a. O'zbeklar unaqaydi, bunaqaydi og'zimiz ko'pirib gapiraylik bularga. Bular mana shu bizni mana shu yerda chet davlatda yurganlarni shu gapirgan gaplari, ko'rsatgan rasm va joylarga qiziqib bular sayohatga borishadi. Bular sayohatga borsinda, sizlar itarib jo'natib yuboringlar. Malades lekin sizlarga. Sizlarga вообще malades. Nima deb o'yladi keyin? Ha, o'zbeklar mana shunaqa mashinnik, maytdagilarni ham aytadi keyin, mashinnik bu. Bular gapiga ishonib bo'lmaydi, boshqa deb. Butun Koreyaga chiqib ketgan bu narsa. Axborotlargacha chiqib ketdi bu narsa. Ey, ha sharmanda ya, ha sharmanda. Mana shunaqa biz og'zimiz ko'pirib odam jo'natamiz, u yoqdan itarib jo'natishadi. Zo'rda, lekin bora. Biz o'zbekmizda, osmonimiz musaffo. Ha? Ha, tavba qilib shu pulni topmasanglar boshqa narsadan o'qisa, o'zi shundan qimmat sotasizlar. Hotel, mana shu chet, mana shahar ichidagi narsalar, do'konlar hammasi qimmat sotasizlar. Shunda ham foydasi zo'r-ku, nima qilasizlar bunaqa qilib? Shunda ham zo'r-ku, shunchalik ham qo'yib sotadimi odam? Tavba qildim. Esfe.